Assalomu alaykum, Baraka Turkiya kanali obunachilar. Hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Bugun sizlarga biznes uchun zo'r joyni reklama etacakman. Şimdi yakında biznes başlayman degan danış bilishlar, ana shu videoni tashlab qo'ying. Avval oziq-ovqat do'koni bo'lgan bu yer. Ko'rishlaringiz mumkin. Mini market. Mini market bo'lgan. Manzilga keladigan bo'lsak, bu yer Do'stlik mahallasi bo'ladi. Bu ham tarafimiz Shomurodxon apteka bor, Hamza maktab bor. Shundan kelish. Köna bankning ko'chasi. Köna bank boshida. Bu ham tarafimiz bo'lsa, Hokimbog' tarafdan kelish bo'ladi. Hokimbog' bor. Shu asfaltdan ketsangiz, shundan shunday kelasiz. Mana shu ko'rib turgan mini marketlaringiz sotiladi. Sezon natijasida patologda ajoyib yangilik 23-noyabrdan 25-dekabrgacha bir oy davomida polniy pechat sezon natijasida patolog buyurtma qilasiz. Zamonaviy lyustralar bepul o'rnatib beriladi. Aksiyadan foydalanib qoling. Baraka Turkiya kanaliga podpiska bosib qo'ying. Videoga birdan like bosing. Danış bo'lishlar, aynan shu videoni tashlab qo'ying. Fundamentlar ham ajoyib etib qo'yilgan, davraklar ham chiroylatib ishlangan. Eshiklar reshotka qo'yilgan, svet tushib turibdi. Bino orqa tomon ko'rinishi mahkam etib ishlangan. Svetidan muammo yo'q. Keyin bir yana chiroylatib gul ostini ishlab qo'yibdilar. Gullarni ekib qo'ysanglar bo'ladi. Oynalar ham reshotka ishlangan. Egasini nomerini videoni sarlavhasida yozib qoldiraman. Bir de vodoprovod ham bor ekan. Egasini nomerini videoni sarlavhasida yozib qoldiraman. Dükanni narxini keladigan bo'lsak, narxi $9500 aytilib turibdi. Aytilgan baho sotilmaydi, qaytib kelishib beriladi. Naqd pul egasi bilan kelishib, gaplashib olaverasizlar. Faqat naqd pul sotiladi. $9500. Egasini nomerini yozib qoldiraman. Shunday biznes başlayman degan danış bilishlar, videoni tashlab qo'ying. Aholiga hujum yer. Ko'rib turganlaringizdek, aholiga hujum yer Sputnik dahasi. Do'stlik mahalla Sputnik dahasi Turkiya. Kanalga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Hammaga rahmat. Bu tarafimiz Hokimbog' tarafdan kelish.